Do'stlarim, mana ikkinchi zapravka ham bo'ldi. Mana uchastkaga kelib qo'ndik. Nasib bo'lsa, mana bu bug'doy zorimizga zangga qarshi kurash uchun hozir Titul degan ximiyaviy vositani ham ishlab beryapmiz. Aynan o'sha Titul ximikat ana shu zangga qarshi bo'ladi. Zang degani bu qip-qizil xina bo'lib ketadi. Bug'doyni pastki qatlamidan to tepa boshoqqacha qip-qizil bo'lib ketadi. Butkul hosildorlikni yo'qotib yuboradi. Ana shu hosildorlikni yo'qotmaslik uchun har bir ximiyaviy vositadan foydalanamiz. Chunki begona o'tga qarshi kurashmasak, begona o'tlarda ham bir pallali, ikki pallali, keyin o'sha raygraz degan, gandumak degan bir o'tlar bor. Ayniqsa eng bular ichida gandumagi yomon. Nega desangiz, gandumak chirmovuqqa o'xshab ketadi. Chirmovuq zirapcha bilasizlar. Ana shu narsani bug'doyda ustigacha o'sib, qoplab oppoq miyda gullaydi-da, butunlay hosildorlikni yo'qotib, boshoqlarni ham egib, ustiga gilamda yopishib qoladi. Ana shu narsaga qarshi kurashganmiz. Mana bu endi oxirgi ishlovimiz zangga, o'sha xalq tili bilan aytganda xinaga qarshi. Endi shu xinaga qarshi kurashsak, hozir bunda immunitet hosil bo'ladi-da, ertaga yog'ingarchilik ko'p bo'lsa ham, agar havo isib ketgan taqdirda ham bug'doy endi o'sha kasallikka, zang kasalligiga, xina kasalligiga chalinmaydi. Xudo xolasa, yaxshi harakatdamiz. Mana bu Otabek. Hozir mana shu uchastkamizda, mana shu konturda mana shu apparat sinovdan o'tyapti. To'g'ri, o'zlarida ham sinovdan o'tkazgan. Chunki bu yangi moslama, biz uchun yangi. Hozir mana shu narsani yo'lga qo'yib foydalanyapmiz. Charchamangizlar.